Assalamu alaykum hörmətli televizor köküçülər. Uyğur televiziyanın kündəlik xəbərlərini görüşünüzü qarşılayırıq. Aldı bilan xəbərlərimizdən mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Xitay səyyahçılar Qashqar, Xotan qatarlıq joylarda səyahət qilganda haqsız bexatarlik sug'urtasi bilan ta'minlangan. Xitoyning saxt iftari qarshi namoyish. Amerika bosh elchisi Tibet ziyoratida diniy erkinlikdan andisha qilayotganligini bildirdi. Ozarbayjon Cumhuriyeti qurilganligining 101 yillik xotirlandi. Tövəndəki xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərində Şərq Türkistanın Qashqar, Xotan, Qızılsu Qırğız oblastının Xitay ölkəllərindən Şərq Türkistan'a kelgan sayohatchilarga shartsiz, haqsiz shaxsiy bexatarlik sug'urtasi bilan ta'minlaydiganligi oshkorlandi. Xitoy ozodlik gazetasining yaqin xabar qilishicha, mazkur viloyat oblastlar Shanxaydagi sayohat shirkatlari bilan kelishim imzolagan bo'lib, Qashqar viloyatlik ma'muriy mahkamasi Xitoyning Shanxay shahridagi Shanxay Tinch okean ma'murlik bexatarlik sug'urta shirkati bilan kelishim imzolab, Qashqar viloyatlik ma'muriy mahkama Xitoy sayohatchilarini haqsiz shaxsiy bexatarlik sug'urtasi bilan ta'minlashni ustiga olgan. Qashqar viloyatining bu sayohatini qanchalik kirim qiladiganligi, shuningdek haqsiz bexatarlik sug'urtasining Qashqar viloyatiga qanchalik yuk bo'lganligi ma'lum emas. Xitoy hukumatı yaqinda dengiz bo'yidagi o'lka shaharlarning fuqarolarini Sharq Turkistonning Oqsu, Qashqar, Xotan, Qizilsu qatorliq joylarini sayohat qilishga safarbarlik harakati qo'zg'agan. Ozodlik gazetasining xabarida qayd qilinishicha, Xitoy hukumatı fuqarolarining Sharq Turkistonda sayohatda bo'lishini rag'batlantirish uchun Xitoy o'lkalarida maxsus tashviqot va mulozimat jamiyatlarini tashkillagan bo'lib, Shanxay, Zhejiang, Jiangsu, Anhui qatorliq o'lka shaharlarda qurilgan Janubiy Shinjongga sayohat qilib, Shinjongga nishonliq yordam berish ittifoqi shundoq jamiyatlarning biri ekan. Mazkur ittifoq jamiyatlar 20 may kuni Shanxay shahrida tashviqot faoliyati o'tkazib, Xitoy fuqarolariga Oqsu, Qashqar, Qizilsu va Xotanni tanishtirgan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoy hukumatı 3 milliondan ortiq Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'ur jamiyatiga qarata umumyuzlik ta'qiblash yurgizgan bir mezgilda, Xitoy fuqarolariga qarata Uyg'ur rayonini sayohat qilish harakati qo'zg'ishi xalqaroga Shinjong vaziyati normal degan signalni berish maqsad qilindi ekan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoy hukumatı 3 milliondan ortiq Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'ur jamiyatiga qarata umumyuzlik ta'qiblash yurgizgan bir mezgilda, Xitoy fuqarolariga qarata Sharq Turkistonni sayohat qilish harakati qo'zg'ishi xalqaroga atalmish Shinjongning vaziyati normal degan signalni berishni maqsad qiladi ekan. 2019 yil 27 may dushanba Turkiya İstanbuldagi Xitoy bosh elchixonasi Beşiktaş Shangri-La mehmonxonasida İstanbuldagi Uyg'ur o'quvchilarga iftorlik berish chaqiriq qildi. Buning bilan Sharq Turkiston Milliy Majlis raisi Seyit Tümtürk apandi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ro'za tutish, namoz o'qish qatorliq ibodatlarni cheklagan turib, Istanbulda ko'z bo'yamchilik qilish uchun uyushtirgan atalmish iftorni bergan mehmonxonaning oldida iftorlik dasturxoni soldi va qarshilik namoyish olib bordi. Seyit Tümtürk apandi so'z qilib, Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda ro'zani cheklab, Istanbul iftorlik beramiz degan bu safsattasini va ikkiyuzlamachilikni bosh qilib, bugun bizning bu iftorlikni berdik. Buningdan ehtiromlik va oliy iftorlik yo'q deb o'ylayman. Chunki biz bugun bu yerda dushmanimiz bo'lgan qotil Xitoyga maydonimizni ifodaladik dedi. Namoyishga Buyuk Turkistonliklar jamiyatining boshlig'i Yusuf o'g'li, Mahmud Qashqari darnikining boshlig'i Yusuf Baltaji, Sharq Turkistonliklar ittifoqi tashkilotining boshqaruvchisi Ali Akbar Damullon, Abdusalom Teklimakan qatorliqlar so'z qildi va Sharq Turkistonning ozodligi, Uyg'urlarning ittifoqini tilab duoga qo'l ko'tardi. O'tgan hafta Tibet bilan Shanxaydagi Tibetlar o'ltirishlik rayonlarda ziyorati bo'lgan Amerikaning Xitoyda turishlik bosh elchisi Terry Branstad Tibetning diniy erkinligidan andisha qilayotganligini o'tirib qo'ygan. Terry 19 maydan 25 maygacha yuqorqi rayonlarda bir haftalik ziyoratda bo'lib, yerlik amaldorlar, diniy zotlar bilan ko'rishgan ham Tibetlarning tarixiy ibodatxonalarini ziyorat qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 25 may kuni e'lon qilgan xabarida Terry Xitoyning Tibet avtonom rayonini ziyorat qilishga izchil ruxsat qilmaslik qilmishlaridan ansirishini, Xitoy hukumatining Tibet buddistlarining diniy faoliyatlarini tashkillashi va diniy erkinligiga aralashganligi haqida andishlarini ifodalab, Tibet ruhoniy rahbari Dalay Lama bilan haqiqiy dialog o'tkazishga, shuningdek Tibetlarga diniy erkinlik berishga chaqirgan. Terry Amerika Davlat Majlisi o'tgan yil 12 oyda Tibet sayohat qonunini ma'qullagandan beri Tibetda ziyorat bo'lgan tunji Amerika amaldoridir. Ozarbayjonda 1918 yil 28 may e'lon qilingan Cumhuriyetning 101 yili tabriklandi. Ozarbayjon prezidenti İlham Aliyev poytaxt Bakudagi Cumhuriyet xotir saroyi oldida o'tkazilgan marosimda xotir teshik gulchambar qo'ydi. Cumhuriyet bayrami munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Saudiya Arabiston qatorliq nurg'un davlatlarning rahbarlari Ilham Aliyevga tabrik telegrammasi yo'llagan. 1918 yil 28 may Gruziyaning Tiflis shahrida Mahmad Emin Rasulzoda boshchiligidagi Ozarbayjon Milliy shurosi Ozarbayjon Jumhuriyatining mustaqilligini e'lon qilgan. Baku Arman va Bolshevik banditlarining ishg'ol ostida bo'lganligi uchun Fathali Xon Oviski boshchiligidagi tashkil qilingan vaqtlik Ozarbayjon hukumatı harakatini bir mezgillik Ganj shahriga o'tkazdi.
Osmanlı dövləti Azərbaycanның müstəqillikini tunji bilib itiraf qilgan bo'lib, Nuri Paşa qo'mondonligidagi Kavkaz Islom armiyasi ikki davlat o'rtasida tuzilgan kelishim ramkasida kunsir ish berayotgan Arman va Bolshevik tahdidlariga qarshi yordamga avatilgan. Kavkaz Islom armiyasi Go'ychan, Salyan, Ağsu ve Kördemirni Bolshevik ve Ermen banditlerden tazlap 1918 yılı 15 sentabr Bakoni qutquzudu. Kavkaz İslam armiyasının 130 askeri Bakoni qutquzuş urushida shahid bo'ldi. Sharqning tunji demokratik jumhuriyati deb qabul qilingan Azerbayjonda qisqa vaqt ichida ma'arif, din va fikr erkinlik sohasida islohotlar olib berilib, davlatning o'z puli besiladi. Jumhuriyatning istiqlol xitobnomasida irq, din, mazhab va jinsiyat ayrimchilik qilinmasdan barliq fuqarolarga teng barobarlik huquqi berilgan. Xəbərlərimizi köyününlərə rəhmət. Görüşküş aman bulunlar. Xeyir xoş. Allah qamanət.